Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Yangi videoyimizga xush kelibsizlar. Demak, bizda bugun mana bunaqa ajoyib telefon. Hozir bu telefonimizni ochib ko'ramiz. Ichida mana bunaqa sovg'asi ham bor ekan. Mana chiroyli upakovka qilingan holatda yetib keldi. Upakovkasini ko'ryapsizlar. Korobkasi chiroyli korobkaga upakovka qilingan. Hozirgi yangi chiqayotgan telefonlardan, ya'ni Xitoy telefonlaridan biri. Word S8 telefoni. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishdan ancha chiroyli. Mana rangini ham ko'ryapsizlar, orqa tarafi. Mana telefonimiz mana ko'rib turganingizda ancha katta, 599 ekranga ega va korpusi metal korpus. Bu telefonimiz batareykasi chiqmaydi, akkumulyatorlik. Va hozir telefonimizni yoqib ko'ramiz. Telefonimiz yonguncha esa telefonimiz tashqi ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu tarafida telefonimizning ovozini baland ko'tarib tushirish uchun mo'ljallangan knopkasi. Mana bu sim karta qo'yadigan qismi yuqorida joylashgan ekan. Va mana bu yerda telefonimizni o'chirib yoqish uchun mo'ljallangan qismi. Kolonkasi pastki tarafda va zaryadniga Type-C zaryadnik, ya'ni hozirgi chiqayotgan zamonaviy telefonlarda bor Type-C zaryadniga. Demak, telefonimiz yonguncha komplektida nimalar borligini ko'ramiz. Har doimgidek mana bunaqa Quick Charge zaryadnik, ya'ni tezkor to'ldiruvchi zaryadnik. Mana bu naushnik uchun mo'ljallangan adapter, ya'ni buni telefonimizda naushnik tushadigan joyi yo'q. Buni mana bu yerga ulab qo'yib, naushnikni ulaymiz. Va mana bunaqa zaryadnik kabel. Buning ichida ham yana bitta mana bunaqa uzukli tutqichi bor ekan dastaga. Va kichkinagina qo'llanmasi, telefonimiz uchun maxsus g'ilof va mana bunaqa laminat va ignachasi. Demak, telefonimiz yonmoqda. Mana telefonimiz yondi va mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishiga gap yo'q. Demak, telefonimizni o'ziga keladigan bo'lsak, telefonimiz boya aytib o'tganimdek 599 ekranga ega, 2160 va 1080 razresheniyaga ega, hamda 4 GB tezkor xotira va 64 GB ichki xotiraga ega. Telefonimiz batareykasiga keladigan bo'lsak, 5500 mAh. Bu juda yaxshi degani. O'zini holatida 15 kunga ishlatilmasdan turib yetadi deb yozilgan. Va undan tashqari to'xtamay gaplashilsa 30 soatga batareykasi yetadi deb yozilgan. Qo'yil. Va buni tashqi ko'rinishdagi ajoyib xususiyatlardan biri, mana oldi kamerasi mana bu yerda joylashgan. Mana. Oldi kamerasi 13 megapiksel va orqasida ajoyib dizaynga ega ikkita kamera, 16 megapiksel hamda 5 megapiksel kameralarga ega. Mana bu yerda esa barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Mana bu yerda rasmga olish uchun spichkasi bor.
Umuman oladigan bo'lsa, telefonimiz zo'r. Menga juda ham yoqdi. Telefonimiz juda ham ajoyib ekan. Hozir biz buni AliExpressdan zakaz qilganmiz. Buni o'rtacha narxi $200 atrofida. Menimcha $200 atrofiga 4 GB hamda 64 GB 64 GBlik telefon ancha yaxshi. Hamda kamera sifati ana videoga olishini sifatini ko'rib turibsizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha bizda shu. Keyingi videolar kutib qoling, kanalimizda qolishda davom eting. Let me in or let me go. Honestly, try honestly.